Prezidentimiz tomonidan 2025-yil 20-avgust kuni tadbirkorlar bilan o'tkazilgan ochiq muloqotda qishloq xo'jaligi sohasini qo'llab-quvvatlash, aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash hamda norasmiy tovar aylanmasini qisqartirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan edi. Shu maqsadda davlatimiz rahbarining 2025-yil 4-sentyabrda yangi farmoni qabul qilindi. Bu farmon mamlakat agrar sohasi uchun katta yangilik bo'ldi. Ushbu hujjat mazmun mohiyatini fermerlar va qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxona vakillariga yetkazish maqsadida Surxondaryo viloyatida sog'liq xizmati organlari xodimlari tomonidan targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Hozir shu haqida. Davlatimiz rahbarining 2025-yil 4-sentyabrdagi qishloq xo'jaligi sohasida qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblashning soddalashtirilgan tartibini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq 2026-yil 1-yanvardan boshlab qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar tomonidan yetishtirilgan mahsulotlarni sotishda qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasi qo'llaniladi. Ushbu farmon mazmun mohiyatini fermerlar va qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar vakillariga yetkazish maqsadida Surxondaryo viloyatida soliq xizmati organlari tomonidan targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. 2026-yil 1-yanvardan boshlab qishloq xo'jaligi sohasida mahsulot yetishtiruvchilarga qo'shilgan qiymat solig'ini 0 stavkasini qo'llash bo'yicha yangi farmon qabul qilindi. Bu fermerlarga nima beradi? Bu albatta birinchi navbatda qishloq xo'jaligi mahsulotini yetishtiruvchi barcha fermer va tashkilotlarni yashirin iqtisodiyotdan, ya'ni soyadan chiqarib ochiqdan ochiq ishlashiga, eng asosiysi ular uchun barcha yetishtirgan mahsulotlarni tayyor bo'lgunga qadar ketadigan har bir sotib oladigan o'g'itida, yoqilg'ida, transport xarajatlarida har birida o'sha sotib olgan mahsulot qilingan xizmatlarda qo'shilgan qiymat solig'i bor. Bundan keyin esa albatta fermerlarimiz juda katta imkoniyat bo'ldi. Ular o'sha mahsulotini paxta g'alladan tashqari yetishtirgan barcha qishloq xo'jaligi mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirib sotgungacha bo'lgan jarayondagi qo'shilgan qiymat soliqlarini hisobga olib 0 stavkani qo'llab, ular hattoki qaytarib olish imkoniyati ham yaratib berildi. Ma'lumot uchun aytish kerakki, Surxondaryoda hozirgi kunda 6000 ga yaqin fermer xo'jaliklari faoliyat yuritmoqda. Ular shu kunga qadar yetishtirgan mahsulotlarni realizatsiyasida 12% stavka qo'shilgan qiymat solig'ini to'lab kelayotgan edi. Yangi farmon qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar uchun katta yengillik yaratadi.